Sizlar albatta bu retseptni bir marta bo'lsa ham rulet tayyorlab yeb ko'ringlar. Shunaqa og'izda eriydigan mayin biskvit bo'ladi. Buning uchun birinchi biskvitni tayyorlab olamiz. Tuxum sarig'i bilan oqini alohida ko'pirtirib olamiz. Tuxum sarig'ili massamizga qolgan masalliqlarimizni ham ketma-ketlikda solib, elangan unimizni, ko'pirtirilgan tuxum oqini ham solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni 30 ga 40 listga solib, qizigan duxovkada pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin biskvitimiz issiqligida ustiga salofan paketi yopib sovutsanglar, rulet o'rayotganingizda hech qanaqa sinib ketmaydi biskvitinglar. Kremimizni ham xuddi videoda ko'rsatilgan kabi tayyorlab olamiz. Endi navbat sborkamizga. Qizlar biskvit har doim ustidagi plyonka qismini olib tashlasangiz, kreminglar yaxshi propitka bo'ladi. Kremlab olganimizdan so'ng ruletimizni yaxshilab o'rab olamiz. Bir kunga xolodilnikga qo'yib, keyin bezatsanglar ham bo'ladi. Juda ham mayin, og'izda eriydigan rulet bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarga qadar omon bo'linglar.